5. bab. Şunundan keyin İsrailiya qabillarının hamsi Hebronga kelib, Davudning peshiga yig'ildi. Ular Davudga: "Qarısılar, biz sizlarning jon-jigar tuqqanlari bo'lamiz. Burun Saul bizga podsho bo'lib turgan vaqtida urushlarda İsrail xalqiga boshchilik qilgan edilar. Parvardigorimiz sizlarga sen xuddi bir podsho o'z qo'ylarining holidan xabar olgandek, mening xalqim bo'lgan İsraillarning holidan xabar olasan va ularga boshchi bo'lasan degan edi", dedi. Shunda qilib Davud Hebronda İsraillarning barliq oqsoqollari bilan Parvardigor guvoh bo'lsin deb ahd tuzdi. Ular Davudning beshiga yog' quyib, uni İsrailiyaga podshoh qildi. Davud taxtga o'tirgan chig'ida 30 yosh edi. U 40 yil taxtda o'tirdi. U Hebronda Yahuda qabilasiga 7,5 yil, Yerusalimda bütün İsrailiya va Yahudiyaga 33 yil podshoh bo'ldi. Davud podshoh va uning odamlari Yerusalimga kelib, shu yerda turadigan Yebuslarga hujum qilmoqchi bo'lgan edi. Yebuslar: "Davud hargiz bu yerga kirolmaydi" deb o'ylab, uningga: "Sen bu yerga kirolmaysan. Sizlarni hatto bu yerdagi ko'r to'kurlarmi to'sib qolalaydi" dedi. Keyin Davud Sion qalasini hujum qilib oldi va bu qalaga Davud shahri deb nom berdi. Davud u chaqda o'z odamlariga: "Kimki Yebuslarni yo'qotmoqchi bo'lsa, menga o'ch bo'lgan shu ko'r va to'kurlarning yeniga o'stan orqali berib, ularga hujum qilsin" dedi. Shu sababdan ko'r va to'kurlar Parvardigorning ibodatxonasiga kirolmaydi degan gap paydo bo'lgan. Shunda qilib Davud qalani egilib, u yerda turib qoldi va u qalani Davud shahri deb atadi. Davud shaharni tindirilgan yerdan boshlab kengaytib qurdi. Davud kundan kunga kuchaydi. Parvardigor qudratli sardor Xudo uningga yor edi. Tir podshoyi Hiram elchilarni Davudning yeniga avatdi va ular bilan birga kedir yog'ochlari, yog'ochchilar va toshchilarni avatdi. Ular Davudga ordu selib berdi. Shuning bilan Davud Parvardigorning o'zini İsrailiyaga podshoh qilganligini va uning o'z xalqi İsraillar uchun o'zining podshohligini gullandirganligini bildi. Davud Hebrondan ketgandan keyin Yerusalimda yana bir qancha xotin va to'qallarni oldi va nurg'un farzand ko'di. Yerusalimdagi farzandlarining ismlari Shamuva, Shobab, Natan, Sulaymon, Yibxar, Alishuva, Nafek, Yafiya, Alishama, Aliyada va Alifalat. Davudning beshiga yog' quyilib, İsrailiyaga podshoh qilib tayinlanganligini anglagan Filistiyaliklar lashkarlarini Davudni tutishga avatdi. Davud buni anglab, panohlanish uchun tog'dagi g'orga ketdi. Filistiyaliklar kelib, Rafoyim jilg'isiga tarqaldi. Davud Parvardigordan: "Men Filistiyaliklarga qarshi jangga chiqaymi? Ularni mening qo'limga topshiramsan?" deb so'radi. Parvardigor uningga: "Jangga chiq. Men cho'qim Filistiyaliklarni sening qo'lingga topshiraman" dedi. Shuning bilan Davud Baal Pirazimga berib, Filistiyaliklarni mag'lub qildi va Parvardigor dushmanlarim ustidan xuddi kalkundek bo'sib o'tdi dedi. Shunga Davud u yerga Baal Pirazim, ya'ni bo'sib o'tguchi ega degan nomni berdi. Filistiyaliklar o'zlarining butlarini shu yerga tashlab qochgan edi. Davud va uning odamlari u butlarni ilib ketdi. Vaholanki Filistiyaliklar kelib yana Rafoyim jilg'isiga tarqaldi. Davud yana Parvardigordan nima ish qilish kerakligini
so'radi. Parvardigor uningga ularning oldi tarpidan bormay, orqasiga aylanib o'tib, ularga tiraklikning yenidan hujum qil. Sen tiraklarning yuqori tarpidan lashkarlarimning oyoq tivishlarini anglashing bilanla tez harakat qil. Chunki shu chaqda men sening oldingda Filisiyliklarning qo'shiniga qarshi hujumga chiqqan bo'laman, dedi. Shunda qilib Davud Parvardigorning buyrug'i bo'yicha ish tutib, Filistiyaliklarni Gabodin gazargicha qo'g'lab berib qirdi.